hech qanaqa o'chirligi turmasdan, bankligi bormasdan dollar monetizatsiyalar bo'ladi. Mana shunaqa bankomatlardan oson usulda. Nimagadir odamlar faqat bankomatlardan mana shu kartaga pulni yetish uchun deb o'ylaydi. Shuning uchun ko'pchilik yetib borish uchun ekranga 2 marta bosib qo'yasizlar. Xo'p, o'zbek tilini tanlaymiz. Obmenni bosasizlar birinchisidagi mana USD, iltimos valyutani tanlang deydi. USD qilamiz. Xo'p. Mana kiritmoqchi bo'lgan $100 maydlatmoqchi bo'lsangiz, o'shani o'rtaga kiritasizlar. Xo'p, mana ketdi. $100. Mana $100 kiritildi. Tasdiqlashni bosamiz. Mana summasini o'zi kiritib qo'yadi. Xo'p, tasdiqlash. Mana keyin iltimos pulni kiriting deydi, bu yoqqa pulni solamiz. Davom etish. O'zi tekshiradi. Qalbaki pul tiqib ko'rib, pulni yozib ko'rasizlar, o'xshaydimi yo'qmi? Lekin qalbaki pullar katta ehtimol bilan qabul qilmaydi. Mana o'zi ma'lumotlar chiqaradi. Qabul qilingan summa, necha summa bo'lishi, qancha chiqishi tasdiqlaymiz. Kvitansiya chop etilsinmi? Ha. Pul mablag'i jarayoni kechmoqda deydi. Mana pul tayyor. $100. Hech kimga yalinib o'tirmaysizlar, qidirib ham o'tirmaysizlar. Videoni kerakli payt qidirib yurmasligi uchun saqlanib qo'yinglar. Ayniqsa gruppalarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasa, yaqinlarimiz uchun foydali bo'ladi.